Assalomu alaykum. Men ismim Najim Jahongir. Bugun bizlar overjet va tishlarning protruziyasi haqida gaplashib o'tamiz. Birinchisi, bu nima? Overjet bu nima? Overjet yoki sagittal yoriq. Bu oldingi guruh tishlarning sagittal tekislik bo'yicha yopilishi hisoblasak bo'ladi. Normada bizning yuqorgi tishlarimiz pastki tishlarni 3dan 1 qismini yopib turish kerak bo'ladi va o'zaro masofasi o'rtada 2-3 mm atrofida bo'lishi mumkin. Bu norma hisoblanadi. Lekin bizga ko'pincha bemorlarimiz har xil shikoyatlar bilan murojaat qilishadi. Ko'pincha aytishadi, o'sha tishlarim oldin yotib qolibdi yoki labimda o'zgarishni kuzatyapman, labim juda ham oldinda joylashib qolgan yoki o'sha profilni kuzatganimda o'sha profili menga yoqmayapti degan shikoyatlar kelishi mumkin. Bu ortodontiyada shunaqa termin bor, protruziya. Protruziya ya'ni oldingi guruh tishlarning haddan tashqari lab tomonga yotib qolishi deb hisoblanadi. Bu ikki xil yo'ldan paydo bo'lishi mumkin. Birinchisi heterogen, to есть noto'g'ri ortodontik davo hisobiga paydo bo'lishi mumkin. Ikkinchisi tabiiy, to есть tabiiydan bo'lishi mumkin. U qachon bo'ladi tabiiy agar bo'lsa? Tabiiy bo'lsa, jag'larda yoki tishlarda muammo bo'lsa, birinchisi, masalan, tishimiz haddan tashqari katta bo'lsa, bu makrodentiya deyiladi. Yoki jag'imiz juda ham kichkina, mikrognatiya yoki tish qatorimizda qo'shimcha tishlar, sverkomplekt tishlar hisobiga, jag'imizda joy yetmasligi hisobiga norma bo'lsa ham tishimiz juda ham ko'p, jag'imizga joy yetmaydi. O'shaning uchun oldingi urishlarni itarib borib joy ochadi. Ikkinchisi, agar bizda tish qatorimizda munosabat yaxshilanmasdan kontaktlar shakllanmagan bo'lsa, bu qachon paydo bo'lishi mumkin? Agar bizda nafas olish yo'li burun bilan emas, og'iz bilan nafas olsak, bu birinchisi, yoki zararli odatlar, barmog'imizni so'rishimiz yoki qalam, ruchkani so'rganimizda paydo bo'lishi mumkin, labimizni so'rganimizda. Uchinchisi esa tilimiz, to есть makrograssiya. Agar tilimiz haddan tashqari katta bo'lsa, og'iz bo'shlig'ida joy yetmaydi tilimiz uchun va tilimiz oldingi tishlarni oldinga itarib joy ochishga harakat qiladi. Va oxirgisi, agar o'sha biz yosh bolalarda ko'p kuzatamiz, agar sut tishlari o'sha ildizi yaxshi bo'lib turgan bo'lsa va o'sha almashuv vaqtida, doimiy tishlar vaqtida o'sha sut tishlarim tushmasa yoki bo'lishi mumkin, xirurgga aytsamiz, tishlarni olish kerak. Masalan, tish juda qattiq joylashgan, lekin doimiy o'zi chiqadigan vaqti bo'lgan. Agar o'sha amaliyot amalga oshirmasak, nima qilish mumkin? Sut tishi turib, doimiy tishi chiqqan vaqti yotib olib chiqishi mumkin bo'ladi. O'sha vaqtlar shu har xil anomaliyalar paydo bo'lishi mumkin bo'ladi. O'shaning uchun biz o'sha ortodontlar rekomendatsiya qilamiz onalarga yoki qanaqadir o'zgarish, og'iz bo'shlig'ida bolangizda qanaqadir o'zgarish kuzatayotgan bo'lsangiz, tezda ortodont huzuriga ko'rsatish kerak bo'ladi, konsultatsiyadan o'tish kerak bo'ladi. Ortodont faqatgina o'sha 12 yoshdan keyin o'sha bo'lib hamma tishlar chiqib bo'lib, brekit qo'yilib, endi to'g'rilanadi emas. Yo'q, o'sha birinchi tishlari chiqqandan keyin yoki sut tishlari doimiy tishlarga o'zgarayotgan vaqtlari ortodont huzurida обязательно o'tish kerak bo'ladi. Bergan ma'lumotim sizlar uchun juda ham qiziqarli bo'ldi deb o'ylayman. Agar sizga shunaqa kontent qiziqarli bo'lsa, kanalimga obuna bo'lib qo'ying va keyingi videolarni kutib qoling. Ko'rishguncha xayr.